Assalomu alaykum barchaga. Tashqi dizaynga bruschatka qanchalik muhim va bruschatka qisi qanchalik darajada effekt beradi, shu bo'yicha xudo xolisa bugun video ma'lumot olsanglar bo'ladi. Faktlar bilan keltirilgan holatda xudo xolisa bemalol boxabar bo'lsanglar bo'ladi xudo xolisa. Bu rasmni ko'radigan bo'lsak, mana oddiy yo'lak, lekin bruschatkani chiroyli taxlab qo'yilgan. Bruschatkani olganlardan keyin taxlashinglarga ham bog'liq. Bu bruschatkani oqini alohida bitta yo'lak, qorasini alohida yo'lak qilib taxlasa ham bo'lardi. Bu joyda ko'rsatkich singari qilib taxlangan xudo xolisa. Bu yerda ikkinchi misolimiz. Keyin bruschatkani har xil turlilari ham mavjud xudo xolisa. Ushbu ikkinchi bruschatkamiz taxlashga ham bog'liqligini yana bitta isboti. Mana ko'rasizlar, orasini ochuv qilib, yashil zonaga, ya'ni turpoqli joyga qilib ketgan va orasidan o't o'sib turib, ancha chiroy berib turibdi xudo xolisa. Agar shu bruschatkani qilmaganida, hozir yap-yashil bo'lib turgan bo'lardi. Bu yerda bitta qulay tomoni ham yursa bo'ladi, ikkinchi qulay tomoni ham chiroyli bo'lib, naturallikni berib turibdi xudo xolisa. Keyingi rasmimiz ko'cha tomon. Ko'cha tomon eksterior uyi dizayni. Mana bu zinaga alohida bruschatka, ikkinchi zinaga, uchinchi zinaga bir xilda bruschatka berilgan. Bu yoqchi qismga kafel berilgan. Garaj tomonda ko'rsanglar bo'ladi, bruschatkani chiroyli qilib taxlangan. Xuddi shu bruschatkani tekis qilib taxlasa ham bo'lardi, lekin yanada chiroyli bo'lishi maqsadida va chiroyiga yana ham ko'rk qo'shish maqsadida har xil qilib xudo xolisa taxlangan. Sizlar ham xuddi shunaqa eksteriorga ishlatsanglar bo'ladi xudo xolisa. Bruschatka kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ushbu ko'rib turgan videoinglarda brushatkalar har xil turlilari mavjud. O'zingizlarning uyingizga mosini, uyingizlar qanaqa dizaynda bo'ladigan bo'lsa, shunga ham moslab xudo xolisa sizlarga misollar keltirgan holatda xarid qilishingizga imkoniyat mavjud xudo xolisa. Pastda ssilka qoldiraman, Telegram akkaunt, ambassadorga bog'lansanglar xudo xolisa to'liq ma'lumot olsanglar bo'ladi xudo xolisa. Chiroyli taxlashga ham bog'liq, ya'ni bruschatka 10 ta qora oldinglar, 10 ta oq oldinglar, 10 ta seriya oldinglar. Tekis qilib taxlab qo'ysa bo'lardi, lekin bu yerda dizaynni chiroyli qilib taxlamoqdi bu yerda. Hamma bruschatka bir xil o'lchamda, mana bir xil o'lchamda. Misol uchun, qorasi bittasi uzunroq ketdimi, u 2 qator taxlangan, 3 qator taxlangan. Shunaqa qilib, xuddi bir ulanmagandek qilib ko'rsatib beryapti xudo xolisa. Sizlar ham xuddi shunaqa foydalansanglar bo'ladi xudo xolisa. Bu eksterior dizaynga anchalik muhim. Mana misolda ham ko'rsanglar bo'ladi xudo xolisa. Sizlar uyingizlarni asfalt qilgandan ko'ra bruschatka qilsanglar, sizlarga ancha foyda olib keladi. Birinchidan chiroy uchun, ikkinchi foydasi suv sepganinglarda asfaltda turib qoladi suv. Bruschatka qilsanglar, bruschatkani oralaridan suv kiradi xudo xolisa. Yana ikkinchi tomoni mana shu. Uchinchi tomoni xudo xolisa sirpanmaydi. Bemalol bolalar ham sirpanib ketmaydi yoki yomg'ir, qor yog'ganda ham sirpanishni oldini oladi xudo xolisa. Sirpanmasdan ham bemalol foydalansanglar bo'ladi. O'zingizlarning uyingizga mos rangidan xudo xolisa bemalol ishlatib foydalansanglar bo'ladi xudo xolisa. Bu yo'lagimizni misol qiladigan bo'lsak, bu yo'lakda ham shu bruschatka faqat ranglari alohida farq qilyapti va chetki qismida mana to'rtburchak bruschatka ishlatilgan va o'rta qismda chet qismi yonidagi jigarrang sifat bruschatka ham xudo xolisa bir xil o'lchamda, bir xil bruschatka, faqat rangi farq qilyapti. Ko'rasizlar, chiroyli qilib mana shunaqa taxlab qo'yilgan xudo xolisa. Rang tanlashga ham bog'liq va joyingizga ham bog'liq. Bu yerda hozir yog'och bilan yog'och singari ko'rinishi uchun jigarrang qilib ishlangan xudo xolisa. Sizlar ham o'zingizlarning joyingizga moslab ishlasanglar bo'ladi va chet qismida mana chiroyli qo'yilgan. Bu chiroyli ham alohida chiroy bag'ishlab turibdi xudo xolisa. Bu yerda birinchi ko'zga tashlanadigan narsa bruschatka bo'lib turibdi. Bruschatka mana ko'zga shunday tashlanadigan narsa va bu joyi chiroyiga yanada chiroy qo'shgan narsa bu bruschatka bo'lib turibdi. Shu rasmni o'zida xudo xolisa. Mana bruschatkani foydasi. Agar botga shunchaki klinis qilinganida botda bunchalik darajada chiroy kamroq bo'lardi. Bruschatka bo'lgani uchun xudo xolisa chiroyli bo'lib turibdi. Keyin bruschatkani yana bitta plus tomonlaridan biri, har xil taxlasanglar bo'ladi. O'zingizlarni joyingizga moslab taxlasanglar bo'ladi va har xil ranglilari mavjudligi ham bitta plus tomonlardan biri xudo xolisa. O'zingizlarning joyingizga moslab, ideyalarga moslab turib xudo xolisa taxlasanglar bo'ladi. Hozirda ko'pchilik qilayotgan stil, mana shu stil xudo xolisa. Shundan bemalol foydalansanglar bo'ladi. Garajga kirish qismi mana qora oq bilan seri bilan aralashib xudo xolisa alohida qilib mozaika singari taxlangan. Xuddi shunaqa sizlar ham qilishinglarni tavsiya qilaman va bu joyda
zina tomonida ham xuddi shunaqa qilib taxlangan xudo xolisi. Xuddi shunaqa sizlar ham oppoq olmanglar, qora bilan aralashtirib olinglar, xudo xolisi dizayninglar yaxshiroq chiqadi. U burchatkalarni olish uchun pastdagi stilka orqali bemalol ambassadorga bog'lansanglar, xudo xolisi to'liq burchatkalar haqida ma'lumot olsanglar bo'ladi, xudo xolisi. Ushbu videoda ko'rsanglar bo'ladi. Har xil burchatkalar mavjud, sotuvda, xudo xolisi. O'zingizga kerakligini bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Boya aytib o'tganimdek, o'zingizlarning uyinglarni rasmi yoki dizayni bo'ladigan bo'lsa, o'sha dizayniga moslab ham kelib bemalol ko'rib, xudo xolisi o'zingizlarga yoqqanini tanlab olib ketsanglar bo'ladi, xudo xolisi. Bu ham sifatiga qarab narxlari o'zgarib boradi. Qanchalik darajada sifatli olsanglar, shunchalik darajada narx balandlashib boradi. Lekin birinchi o'rinda sifat, ikkinchi o'rinda chiroy turadi. Lekin ikkita tomondan ham yaxshi bo'lsa, xudo xolisi ancha sizlarga yaxshi bo'ladi. Chiroyli bo'lib turib, ko'p yil xizmat qilmagandan foyda yo'q. Undan ko'ra ozgina qo'yninglarga yoqmaganroq bo'lib turib, baquvvat bo'lgani yaxshiroq, xudo xolisi. Baquvvatini olinglar. Bu yerda ham baquvvati ham mavjud, xudo xolisi, ham qo'yninglarga yoqqanligini topib ketasizlar, xudo xolisi. Har xil ranglilari mavjud. Bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Keyin burchatkani har xil joylarga ishlatsanglar bo'ladi. Ko'cha tomonga ishlatsanglar bo'ladi. Ichkari yo'lak tomonga, Toshkentda, ya'ni O'zbekistonda ko'pchilik yo'lakga qiladi va tashqari tomonga va parkovka bo'ladigan bo'lsa, tashqarida parkovka tomonga qo'yishadi. Shu parkovka tomondan yo'lakga, ichkariga oxirgacha olib borib qo'yishadi, xudo xolisi. Xuddi shunaqa sizlar ham foydalansanglar bo'ladi. Ikkinchi tomoni asfalt qilishadi. Asfaltdan ko'ra burchatka qilsanglar, o'zingizlarni uyinglarni dizayniga moslab turib, xudo xolisi taxlasanglar bo'ladi. Asfalt qilsanglar bir xil rang bo'lib qoladi, zerikarli bo'lib qoladi. Shuni hisobiga burchatka qilishinglarni tavsiya qilaman, xudo xolisi. Keyin burchatkani ham aruchalar qilib ketsanglar bo'ladi. Aruchalarga ham xudo xolisi chiroyli dizaynni burchatkalarni yoniga aruchalarga ham temirdan xudo xolisi aruchalar ishlangan. Bularni ham bemalol o'zingizlarni uyingizlarga, xonadoningizlarga, xudo xolisi yo'ligingizlarga bo'ladimi yoki ko'cha qismi bo'ladimi, trotuar bo'ladimi, o'sha yerga qilsanglar, firmalar misol uchun trotuarlik qilishi mumkin, o'zini firmasini yonidagi trotuarlarga. Shu xuddi shunaqa ishlatsanglar bo'ladi, xudo xolisi. Mana shu arulardan ham foydalangan holatda o'zingizlarni binoinglarni dizayniga moslab ham arulardan xudo xolisi xarid qilsanglar bo'ladi. Arula ko'rsanglar bo'ladi, setkali bo'ladi. Setkasini olib bemalol tozalab, yana setkani qo'ysanglar, xudo xolisi katta baylar, katta toshlar ariqqa tushib, tiqilib qolishini oldini olish maqsadida ham chiroy beryapti setka, ham sizlarga xavf-xatardan asrashga yordam beradi, xudo xolisi. Har xil turdagilari mavjud. O'zingizga kerakligini, dizayningizga mosini xudo xolisi bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Ushbu burchatkani ham ko'rsanglar bo'ladi. Xuddi bir kiyimni rasmga olgandek bo'lib turibdi. Bu burchatka ham eksterior qismga ishlatilgan, xudo xolisi. Xuddi shunaqa qilsanglar ham bo'ladi sizlar ham. Bu ham bir ideya hisoblanadi. Tepa tomondan qaraganda va oldi tomondan qaraganda xudo xolisi xuddi bir to'qilgan kiyimga o'xshab chiroyli effekt berib turadi, xudo xolisi. Garaj qismiga kirishga, yo'lak qismiga kirishga bemalol shunaqa foydalansanglar bo'ladi, xudo xolisi. Bu ham bir ideya hisoblanadi, xudo xolisi. Shunaqa zamonaviy modellardan, zamonaviy narsalardan foydalansanglar, xudo xolisi yaxshi bo'ladi va o'zingizlarga ham va ko'rganlarga ham xudo xolisi havas kelib, sizlardan ko'rib ham kimdir qilishi mumkin, xudo xolisi. Shuning uchun chiroyli qilsanglar, keyingi qiladigan odam sizlardan ham yaxshiroq qilib qiladi, xudo xolisi. Mana boya aytib o'tganimdek, xudo xolisi, mana shunaqa yo'laklarga ham qilsanglar bo'ladi. O'ng tomonda panjara turibdi. Bu panjara garaj panjarasi hisoblanadi. Garaj ochiladi, eshigi va bu yoqdan burchatka orqali kiriladi. Bu mashinalarga ham yaxshi, sirpanib ketishini oldini oladi. Yosh bola yugurib kelib sirpanib ketmaydi va qor yomg'irda, xudo xolisi, boya eslatib o'tganimdek, bemalol yurish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Kafel qiladigan bo'lsanglar, to'g'ri kafellar ham chiqqan hozirgi paytda, lekin kafelni eksterga ishlatsanglar, mashina yurmaydigan joyga ishlatganinglar yaxshi, xudo xolisi. Agar mashina yuradigan joyga ishlatsanglar, mashina yurgan paytda sindirib yuborish ehtimoli katta. Hozirda kafellar, sirpanmaydigan kafellar chiqib ketgan, xudo xolisi. Uni ham alohida o'zlarini nomlari, alohida brendlari mavjud, xudo xolisi. U bo'yicha ham xudo xolisi bemalol pastiga ambassador akkauntiga bemalol bog'lansanglar bo'ladi Telegram orqali. Eksterga burchatka ishlatganinglar yaxshi, kafeldan ko'ra
Keyin burchatka sinib qolsa-chi desanglar, sinishi juda kam bo'ladi. Agar sinib qoladigan bo'lsa ham, bittasini olib o'rniga qo'yib qo'yishinglar yaxshiroq bo'ladi, xudo xolisa. Shuning uchun ham burchatka ishlatganinglar yaxshi. Agar kafel sinib qoladigan bo'lsa, tegidagi sementi bilan birga tek tugi bilan olishinglarga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun ham burchatka qilganinglar ma'qul, xudo xolisa. Sizlarda ham qo'shimcha fikrlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozib qoldirsanglar bo'ladi, xudo xolisa. Mana shu singari qilsanglar ham bo'ladi, lekin buni ikkita minus tomoni bor. Birinchisi, bu sinib qoladigan bo'lsa, almashtira olmaysizlar. Ikkinchi tomoni, buni bo'ya olmaysizlar. Bo'yagan taqdiringlarda ham o'chib ketib qoladi. Agar burchatka qilsanglar, xudo xolisa, burchatka yaxshi chidab beradi, xudo xolisa. Mabodo sinib qoladigan bo'lsa ham o'rnidan olib almashtirib ketish imkoniyatingiz bo'ladi. Agar betondan qiladigan bo'lsanglar, u imkoniyatingiz mavjud emas. Shuni hisobiga burchatka qilishinglarni tavsiya qilaman. Agarda ko'pchilik yurmaydigan, shunchaki chiroy uchun bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa qilsanglar ham bo'ladi, xudo xolisa, betondan. Telegram kanalga xudo xolisa burchatkani qanaqa qilib taxlasa bo'ladi, qanaqa stilda qilsa bo'ladi, o'shalar bo'yicha naqshlarni tashab qo'yaman, xudo xolisa. Pastdagi link orqali bemalol Telegram kanaliga o'tib olsanglar bo'ladi. Yangiliklardan boxabar bo'lib turasizlar. Dizaynga oid, xudo xolisa. Ushbu uydagi asosiy ko'zga tashlanadigan joy bu burchatka. Qip-qizil bo'lib, mana ko'zga tashlanib, uyni chiroyiga yanada chiroy qo'shib, mana shunaqa chiroylikini bo'lib turibdi, xudo xolisa. Mana burchatkani yana bitta plus tomonlardan biri, lekin bu yerga qizil burchatkani o'rniga qora zigzag qilib boyigidagi taxlangan burchatka bo'lganida, xudo xolisa, mana ushbu rasmdagi taxlangan burchatka bo'lganida, bundan chiroyli bo'lardi, xudo xolisa. Bu shunchaki tavsiya, bu qurib o'rilgan joy. Sizlar agar qiladigan bo'lsanglar, uyinglarni, devoringlarni rangiga moslab turib qilishinglarni tavsiya qilaman. Hozirda ko'pchilik seri rang bilan qora rangga aralashtirgan holatda qilishyapti uylarni, proyektlarni, xudo xolisa. Sizlar ham xuddi shu rangda qilishinglarni tavsiya qilaman va ushbu rasmdagi qilib burchatkani taxlashinglarni tavsiya qilaman, xudo xolisa. Xuddi shunaqa qilsanglar, xudo xolisa, zinanglarni ham, kirish qisminglarni ham, yo'laginglarni ham shunaqa mozaika shaklida qilsanglar, xudo xolisa, chiroyli ko'rk bag'ishlab turadi, xudo xolisa. Burchatka ter bo'lgandan keyin ushbu rasmdagi singari qilib bemalol sizlar ham ariqchani qo'ysanglar bo'ladi. Boya etayotgan ariqchamni, xudo xolisa, xuddi shunaqa qo'yib, ustidan tosh bilan, xudo xolisa, ko'rinmaydigan ariqcha bo'ladi. Ham chiroy bag'ishlaydi, ham xudo xolisa sizlarga xizmat qiladi, xudo xolisa. Xuddi shu tartibda ham bemalol qilsanglar bo'ladi. Agar aruli joy bo'ladigan bo'lsa, sizlar burchatka qilgan joy. Ushbu rasmdagi singari ham taxlasanglar bo'ladi. Bu ko'proq 3D ko'rinishga o'xshaydi. Uzoqdan qaraganinglarda va tepa qismdan qaraganinglarda 3D qilib burchaklarni qilib qo'yganga o'xshaydi, xudo xolisa. Xuddi shu tartibda ham bemalol qilsanglar bo'ladi. Faqat bu taxlash jarayonini ko'proq vaqt oladi, rangini moslash, shunaqa joylari bor, xudo xolisa. Buni usta akalarimiz juda yaxshi tushunishadi. Usta akalar bilan maslahatlashgan holda, xudo xolisa, qaysi biri tezroq bo'lishi kerak bo'lsa sizlarga, o'shalarni tezroq bo'ladigan variantlarni ham maslahatlashib burchatka olsanglar bo'ladi, xudo xolisa. Maslahatim tezroq bo'ladigan emas, sifatli bo'ladigan burchatkaga e'tibor beringlar va sifatlisini olinglar, xudo xolisa. Maslahatim, agar siz burchatka qildirmoqchi bo'lsanglar, xudo xolisa, shu zigzag ko'rinishdagi burchatkadan qildiringlar. Hozirda chiroyli ko'rk bag'ishlayapti, xudo xolisa. Shunaqa burchatkadan qildirishlarni tavsiya qilaman va burchatkani xarid qilish uchun boya eslatib o'tganimdek pastdagi Telegramdan ambassador akkaunt orqali bemalol bog'lansanglar bo'ladi, xudo xolisa. To'liq ma'lumot berib o'tiradi va burchatkani turlari haqida bemalol kelib o'zingizlar ko'rib, xudo xolisa, uyingizlarga mosini tanlab ketsanglar bo'ladi, xudo xolisa. Uyinglarning rangini va burchatkani rangini seri bilan qora aralash qilsanglar, xudo xolisa, chiroyli ko'rk bag'ishlab turadi. Hammani didi har xil bo'lgani uchun bu ma'ni shunchaki sizlarga tavsiyam. Shunaqa bemalol, xudo xolisa, burchatkani foydasi haqida ma'lumot olgan bo'lsanglar, yaqininglarga, tanishinglarga ulashib qo'yinglar. Ayniqsa uy qurmoqchi bo'lgan tanishinglarga, yaqininglarga videoni ulashib qo'ysanglar, xudo xolisa, ular ham men bilgandan-da ko'proq ma'lumot bilsalar, orasida bitta ikkita bilmagan ma'lumotlar chiqib qolishi mumkin. Xuddi shunaqa qilib, xudo xolisa, videoni foydali, manfaatda ishlatsanglar bo'ladi, xudo xolisa. Instagram sahifa, Telegram sahifa pastdagi link orqali bemalol o'tib olsanglar bo'ladi. Hammaga rahmat, ajratgan vaqtingiz rozi bo'linglar. Oldingi videoda tarket pol haqida gaplashuvdik. Keyingi videoda, xudo xolisa, interyer qismiga ishlatiladigan divanlar haqida, xudo xolisa, gaplashamiz.